بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع عشر. دروس اللغة العربية يعني أراد الدرس كيش كنج قسم 14 درس. درس başlaştığın ilgili dersteki mühim noktalık grammatikalarını bir ta'kidlab o'tib ketaylik. Bugungi 14 darsdagi asosli grammatika buyruq bel. Buyruq bel ikki turga ayrilgan. Üçüncü şahs buyruq bel, ikinci şahs buyruq bel. Bunun arabisine amr hadir, amr g'oyib deymiz. Bugungi darsimizda asosliga ikinci şahs buyruq belni bilamiz. İkinci şahs degandan keyin ikinci şahsdan qancha shaklda turlanadi? 6. İkinci şahs erlik 3, birlik, ikilik, ko'plik shundami? Ayollik 3, birlik, ikilik, ko'plik. Buyruq bel ikinci şahs buyruq bel 6 shaklda turlanadi. Endi buyruq belni qanday shakllantiramiz, qanday yasaymiz desa, biz har qanday pildan buyruq bel chiqarmoqchi bo'lsak, shu pilning pili mudoriga qaraymiz. Masalan, bir pil misol olaylik. Zahaba yazhabu. Nasara yansuru. Zaraba yadribu. Mush 3 pilni misol qilib buyruq bel chiqarib boqaylik. Endi buyruq bel ikinci şahs dedik-ku. Albatta ikinci şahs olgandan keyin biz pil mudorining qaysi qismiga nazar tashlaymiz? İkinci şahsga. Masalan, yazribuning ikinci şahs yazribu, yazribani, yazribuna, tazribu, tazribani, yazribna. Tazribu. Dal tazribu shundami? Nasara yansurudiki yansuruning ikinci şahs tansuru. Zahaba yazhabudiki yazhabuning ikinci şahs tazhabu. Mush 3 tane pildan biz buyruq bilib boqaylik. Çünkü 3 pil qanday pil desanglar, birisi yaf'ilu, birisi yaf'ulu, birisi yaf'alu. Pil mudori'ninki ayn birisi ta'zir qilgan, birisi pash qilgan, birisi zarr qilgan. 3 pil ishbadal babdan biz 3 xil buyruq bilib boqaylik. Shunga nima qilib 3 misol keldi desanglar, chunki pil mudori'dagi aynninki zir, pash, zvar o'qilganda pil mudori'dan qanday chiqarilishi munosabat. Shu 3 ta misol gapiryapman. Diqqat. Pil mudori'ning ikinci shaxsini ko'z oldimizga keldik, shundami? Masalan, yazribun tadribuna, yansuruden tansuruna, yazhabuden tazhabuna. Hisobda oldimizda tadribu, tansuru, tazhabu 3 pil bor. Ammo 3 pildan buyruq pil chiqarishda birinchi qiladigan ishimiz pilning oldidagi ta'ni tashlaymiz. Pil mudori'ning belgisi bo'lgan ta'ni tashlatsak, tadribu da dribu qoldi shundami? Dat harakatsiz. Yan tansuruda nunsuru qoldi. Tachib ketdi. Tazhabudimi tachib ketgandan keyin zahabu qoldi shundami? Endi qanday qilamiz desa, tansuru, tazribu, tazhabudagi 3-harfga qarab boqamiz. Masalan, tadribuning 3-harfi nima? Ra. Ra nima qilibdi? Zir. Tansurudagi 3-harf qaysi? Ra. Ra nima qilibdi? Pash. Tazhabudagi 3-harf qaysi? Ha. Ha nima qilibdi? Zavar. Birisi zir, birisi pash, birisi zar qilibdimi? Mushnodagi pash o'qilganiga pash o'qilgan hamzadan birini akapirimiz oldiga. Masalan, biz pash o'qilgani qaysi? Tansuru. Tansurudagi ta'ni tashladik shundami? Nun qanday holda qoldi? Sakin holatda qoldi-ku. Shunning oldiga pash o'qilgan hamza bilan kelsak, nima bo'ldi? Unsur. Amr buyruq bo'lgandan keyin oxirida sakin o'qilish tabiiy. Asli tansurugo oxirida sakin o'qilish tabiiy. Unsur bo'ldi, shundami? Rutub to'sin. Zir va zor o'qilganda tadribu degan razir o'qildi, tazhabu degan hazar o'qildi-ku. Zir va zor o'qilgan ikkisida oldiga qanday hamza gapiramiz? Zir o'qilgan hamza gapiramiz. Masalan, tazhabu degan tan tashlagandan keyin zir o'qilgan hamza kelgan bo'ldi. Izhab. Tadribu degan tan tashlagandan keyin zir o'qilgan hamza kelgan bo'ldi. Idrib. Mana buyruq bilan chiqilishi mana shu. Pil mudorining oldidagi ta'ni, ikinci şahs pil mudorining oldi shakli va o'sha oldidagi ta'ni qanday qilamiz? Tashlaymiz. 3-harf pash o'qilgan bo'lsa, pash o'qilgan hamza, zir yoki zir o'qilgan bo'lsa, zir o'qilgan hamza gapiramiz. Hisobda buyruq bilan oldidagi hamza ya pash o'qiladi yoki zir o'qiladi. Bu tushunishib bo'lgan bo'lsa,
pili, buyruq pilini to'ligidek 6 shaklda turlaymiz. Masalan, daraba yadribuni chiqar, idribni turlab baqara, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Buyruq pilining umumiy chiqilish ahvoli shu. Balki idrib degani erlik birlik, idriba erlik ikkilik, idribu erlik ko'plik. İdribi ayollik birlik, idriba ayollik ikkilik, idribu ayollik ko'plik. Boshqa fillarni bu shaklda qiyos qilsak bo'ldi. Masalan, unsur, unsura, unsuru, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. İzhab, izhaba, izhabu, izhabi, izhaba, izhabna. Mana bugungi darsdagi bilib olishga tegishlik buyruq bil munosabatlik mazmunlar mana shu. Darsimizda grammatikalar tushunchlik bo'lgan bo'lsa, yangi so'zliklarni bir o'qib tarjima qilib o'taylik. Al-kalimatul jadida. Aqrabun, aqaribu, hida'un, ahdiyatun, jannatun, jannatun, na'sanu, na'sa, kubun, akwabun, صوت أصوات يد أيد ألف لام را كيبقى وقتا الأيدي زوج أرلك أيالله أورتاق شلتلندا علق مذياع جو غريب غرباء موسى مظلم كنس يكنس نظر ينظر انظر سكت يسكت اسكت جمع يجمع اجمع طبخ يطبخ اطبخ قطع يقطع اقطع حلق يحلق احلق عبد يعبد اعبد علم يعلم اعلم منع يمنع امنع عاذ يعوذ عذ ترجمة برختم خبري أقرب شيان أقارب كوبلكي هذا أياق كاش أحذية كوبلكي جنة جنة يعني رمانسة باغ جنة كوبلكي نعسانو mügdeb qalğan, uyqu basqan. Ayollik shakli na'sa chiqadi. Kubun piyola stakan. Akwabun ko'pligi. Savtun ovoz. Aswatun ko'pligi. Yadun qo'l. Aydin ko'pligi. Ammo aydin deganga alif lam kelib qolsa, nima keldi? Al-aydi keldi. Zawjun iri yoki ayoli. Ergim o'rtaq ishlatiladi, ayolgim o'rtaq ishlatiladi. Ammo ayollar ko'pincha zawjatun deb oxirida ta'kid ishlatiladi. Ammo kamay zawjunni o'rtaq ishlatsak bo'laveradi. Alaqun asli ma'nosi laxta qon degan ma'noda. Ammo sura alaqda bir suraning ismi. Oyatdagi Iqro bismi robbikallazi xalaq dan başlangan sura bağu aşırının ismi sura Alaq. Midya'un radyo, cevvun hava, garibun musafir garib, guraba köpliki, musen ustura, muzlimun karangu, kenese yaknusu ufnus süpürdü süpürvatıdu süpürgin, nazara yanzuru unzur qaridi qaravatudu qarig'in sakata yaskutu uskut jim turdi jim turvatudu jim turg'in yoki sukut qildi sukut qilvatudu sukut qilg'in jamaa yajma'u ijma' yig'di yig'vatudu yiqqin yoki to'pladi to'plavatudu to'plig'in tabaha yatbuhu udbuh tamoq atdi tamoq etvatudu tamoq atkin yoki pishirdi pishirvatudu pishirg'in qata'a yaqta'u iqta üzdi üzvatudu üzgün yoki kesdi kesvatudu keskin halaqa yahliqu ihlaq ihliq
Tushirdi, tushiryotidu, tushirgin. Asosliq macha tushirish, boshqa tushirish emas. Abada ya'budu, u'bud. İbadet qildi, ibodat qilyotidi, ibodat qilgin. Alima ya'lamu, i'lam. Bildi, bilyotidi, bilgin. Mana'a yamna'u, imna'. To'sdi, to'syotidi, to'sqin. Cheklidi, cheklayotidi, chekligin. Aza ya'uzu, uz. Panah tilidi, panah tilayotidi, panah tiligin. Sözlüklerini tushunib yodlab qo'ygan bo'lsangmi, 4-darsning dialogini bir o'qib, tarjima qilib, tarkibidagi nuqtalik grammatikalarni sizga aytib الدرس الرابع عشر من بالباب أنا طالب جديد ادخل ما اسمك؟ اسمي همايون. همايون؟ كيف تكتب هذا الاسم؟ اكتبه على هذه الورقة يا أستاذ. ها هنا أقرب. أقرب في الفصل. أين هي؟ انظروا هنا يا أستاذ، هي تحت مكتب هشام. اقتلوها يا إخوان. بما نقتلوها؟ اقتلها بحذائك يا هشام. أماتت؟ نعم ماتت. اجلسوا يا أبنائي، اقرأ الدرس يا علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. يا أستاذ، حفظت هذه السورة، أي سورة أحفظ بعدها؟ أحفظ مرونك أحفظ خطأ يزلل كنا. أي سورة أحفظ بعدها؟ احفظ سورة التين. خذ دفترك هذا واكتب فيه سورة العلق. يا أبا بكر إنك نعسان، اذهب إلى الحمام واغسل وجهك. افتح النوافذ يا عبد الله، إن الغرفة مظلمة والجو حار. من بالباب كيمون. أنا طالب جديد. من ينقوقتي. ادخل كرم. ما اسمك؟ اسمك نما؟ انظرنا ادخل. دخل يدخلون çıkan buyruq belli. Bugün dersteki noktalar grammatiki şu buyruq belgi. İsmi Humayun. İsmim Humayun. Humayun. Keyfe tektubu hadal ism? Bu ismni qanday yozasiz? Uktubuhu ala hazil varaqa. Bu qog'oz ustiga yozing. Uktubu. Keyindagi hu to'ldiruvchi, u ne demakchi? Ya ustaz, ha huna aqrab. Ustaz, chayambakan. Manaki ha huna asli mau yerda degan ma'noda, ammo jumlaning oldida kelib igisi keyinda kelgan vaqtda bar deb tarjima qilsa xatolashmaymiz. Ustoz, chayambakan. Aqrabun fil fasl, sinfda chayambamikan? Ayna hiya? Qanavu? Unzur huna ya ustaz. Maya qarang ustaz. Hiya tahta maktabi Hisham. O Hishamning ustining ostida. Mavrunda o'xshashlar unzur. Nazara yanzurdan chiqqan buyruq fel unzur. O'qiya ikhwan. Qarindoshlar, uni o'ltirib o'tanglar. Qatala yaqtuludan chiqqan o'qtulning arlik ko'plik shakli, Bima naqtuluha? Nim bilan o'ltiramiz. Nimaga naqtuluha? Achayonga qaratilgan. Ya'ni uni nim bilan o'ltiramiz demakchi, ammo oldidagi jumlada chayonning gibi bo'g'achqa ikkinchi qaytib uni demisak bo'ldi. Uqtulha bihidaika ya Hisham. Hisham, oyog'ing bilan o'ltir. Uqtul. Bu buyruq bil arlik birlik. Amatat o'ldimi? Naam, matat o'ldi. İjlisu ya abnay. O'ltiringlar balarim. Jalasa yajlisudan chiqarilgan ijlis ko'plikka ijlisu. Iqra ad-darsa ya Ali. Ali, darsni o'qi. Qara'a yaqra'udan chiqarilgan iqra. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allah'ın dargahından qo'g'langan shaytondan Allah bilan panoh tilayman. Bismillahirrohmanirrohim. Nəhayət şəfqətli və mehriban Allah'ın namını bilan başlayman. İqra bismi rabbikellezî xalaq. Xalaqal insana min alaq. Yaratgan Parvardigarыңның namı bilan o'qig'in. Iqra buyruq bilan. Xalaqal insana min alaq. İnsanni laxta qondan yaratdi. Ustoz, bu surani yodlab oldim.
Undan keyin qaysirini yodlayman? Ba'daha. Undan keyin qaysirini yodlayman? İhfaz suratat-tin. Suratinni yodla. İhfaz. Hafiza yahfazun chiqarilgan nima? İhfaz. Xuz daftaraka hada. Bu daftaringni tut. Vaktub fihi suratul alaq. Buningga Alaq surasini yoz. Xuz. Axaza ya'khuzun chiqarilgan xuz. Endi qanday bo'lib bu 3 harflik fildan 2 harflik buyruq fil chiqib qolganligini men keyingi soatlik fil turlash jarayonida tushuntirib qo'yay. Vaktub, bu yerdagi vaktubni kataba yaktubdan chiqarilgan buyruq fil. Abu Bakr, sen mugdab qolsa, izhab ilal hammam. Munchiga berib, vag'sil wajhak, yuzingni yuv. Izhab, zahaba yazhabun chiqqan izhab, g'asala yaghsilun chiqarilgan ig'sil. Endi bu vag'sil deb aytishimiz buyruq fillarning hammasini oldidagi hamza ulash hamzasi bo'lg'achqa oldidagi ismini ulab o'qigan vaqtda talaffuz qilmaylam, biroqlam shu o'qisak bo'ladi. Vag'sil. Iftahin nawafiz ya Abdullah. Abdullah, derizlarni echoting. Fa innal ghurfata muslima wal jawu harrun. Madika fa kelgi jumlaning sabab maqsad ekanligini ifodalaydi. Chunki degandek ma'noda yatoq qorong'u, havo issiq. G'urfata inning ismisi muslimatun xabar o'qishga g'urfata zavara qildi, muslimatun tashu qildi. Wal jawwa g'urfaga atbi. Atbin tushunasizlarmi? Bir ma'lum bir jumlaning ma'lum bir bilikiga ma'lum bir ismni atbi qilish. Wal jawwa g'urfa zavara qilg'achqa atbi qilingan javobni nima o'qotdi? Zavara qilyotdi. Harrun. Tekstdan tushunadigan mazmunlar bo'lmasa, ko'nikmalarga o'tib ketamiz, ha? Ko'nikmalarning har birini birdan misol olib tushuntirib o'tib ketay. Qolganini sizlar kelak soatlik darsga ishlab kelasizlar. Kelak soatlik darsda to'liq ishlaymiz. At-tamrin al-awwal, birinchi ko'nikma. Ajib anil aslatil atiya. Ikkinchi ko'nikma sahih mayali. Tuandigilarni to'liqla. Ammo birinchi va ikkinchi ko'nikma darsning mazmuniga munosabatli bo'lg'achqa, ya'ni darsning mazmunini tushungandan keyin mazmuniga qarab turib savollarga javob berishlik mazmuniga qarab turib tuandagi jumlaning to'g'ri yoki xato ekanligini ayirish bo'lg'achqa, buni biz darsning tekstini, ya'ni dialogni o'zlashtirib bo'lgandan keyin ishlaymiz birinchi ikkinchisini. Uchinchi ko'nikma iqro mayali, tuandikilarni o'qing. Bizga demakchi o'g'ini bildirmoqchi o'g'ini bayatman darsning nuqtaliq grammatikasi tushuntirgan fillarningki qaysi qismidan buyruq bilni chiqaramiz, qanday shaklda chiqaramiz degan to'g'risi. Masalan, anti taktubidagi taktubi ikkinchi shaxs erlik birlik. Bu yerda buyruq bil chiqarishda tan tashlab kap sakin holatda qoldi shundami? Bunda holatda oldiga 3-harf pash o'qilg'achqa pash o'qilgan hamzning birine kapadik nima bo'ldi? Uktub bo'ldi. Anti tadxuludagi tadxulud ikkinchi shaxs erlik birlikdan o'xshashlar udxul degan buyruqdan chiqadi. Buni men bayatdan tushuntirib bo'ldim. Shu asosda tuandagi jumlalarni o'qib buyruq billarniki qanday bildim, qanday chiqadiganligini tahlil qilsak bo'ladi. Masalan, ma alif qismida kataba yaktubu pash o'qilgandan pash o'qilgan hamzadan ul shaklda chiqarildi. Ba qismiga qarasak anta tajlisudagi tajlisudan jalasa yajlisu deb zirib qilgan qismdan qanday shakl chiqarildi? Ijlis. Ostun tarafdagi jim shakl qarab boqaylik. Anta tazhabu degi tazhabu ikkinchi shaxs birlikdan zivar qilgan qismidan o'xshashlar oldiga zirib qilgan hamzaning birini kelib izhab deb buyruq chiqarildi. Bu nuqtalarni darsning 5-da muhim darsdagi muhim grammatikalik nuqtalarda sizlarga tushuntirib bo'lgan, ha? Bugungi darsdagi tushuntirmagan bir nuqta misol fillardan buyruq bilish. Misol fillardan buyruq odatda qal axaza ya'khuzun khuz shundami? Andakin ajvob fillardan qala yaqulun qul chiqqandek sal o'zgarish bor. Shu ma'ni kela soatga qilib qo'ydim. Masoatda tushuntirmadim, ha? To'rtinchi ko'nikma tuandagi fillardan buyruq filni suv deydi. Turlab chiqaring. Turlab chiqaring. Masalan, qatala yaqtuludan uqtul bayon tushundirdim. Sami'a yasma'udan isma'. Shu asosda qolgan fillarning hammasidan buyruq fil chiqarsak bo'ladi. 5-chi ko'nikmada tuandigilarni o'yinib taqimda oladi. Qaraylik. Uktub, iqra, ishrab, il'ab. Asli uktub sakin o'qilish kerak. Iqra sakin o'qilish kerak. Il'ab sakin o'qilish kerak. Ammo keyindagi ismga qo'shgan vaqtda qanday qo'shdik ekanmiz? Zir qo'shdik ekanmiz. Masalan, uktubid darsa.
iqra'il Qur'ana, ishrabil qahva degandek. Andan uttub, ya hamiduttub. Ammo beshinchi ism qo'shgan vaqtda hamzini talaffuz qilmaydi ekanmiz. Masalan, ya hamiduttub, ijlis, udkhul vajlis. Hamzini talaffuz qilmay, vo'nni talaffuz qilib vajlis o'qiydi ekanmiz. Ifham, qala li abifham, qala li abifham. Demak, buyruqlarning oldiga bir ism kelib, qo'shib o'qishga olib qolsa, buyruqning oldidagi hamzini qanday qilmaydi ekanmiz, talaffuz qilmaydi. Shuni diqqat qilsak bo'ladi. Tuandagilarni hamza vaslining, ulash hamzasining talaffuz qilish qoidasiga rioya qilib turib o'qing. Va alif uningga agashgan alif lam agishib kelgan sakin harfning o'qish talaffuz qoidasiga rioya qilib o'qing. Masalan, kul vashrab. Iqra'id dersi bayatimiz ikki qoida so'zildi. Hozirda 5-qoidada, ya'ni buyruq tilning oxirisi sakin bo'lishi, keyingi qo'shgan vaqtda zir qo'shiladi, shundaymi? Bu bir. Ikkinchisi buyruq tilning oldidagi hamza oldidagi bir ism qo'shgan vaqtda talaffuz qilinmaydi-ku. Shu bo'yicha o'qib chiqsak bo'ldi majnunlar. Masalan, kul vashrab. O'din ketgan hamza talaffuz qilinmadi. Iqra'id dersa wafhamhu. Iqra'idiki asli iqra sakin nim berildi, zir harakat berildi. Harakat birga to'g'ri kelib qolsa. 7-chi mashq tuyandagilarni o'qing. Endi o'qish jarayonida bizni talab qilayotgani bayatni so'zlagan ikki qoidaga diqqat qilish. Birisi buyruq billarning oldida bir ism kelib, qo'shish to'g'ri kelib qolsa, buyruqning oldidagi hamzani talaffuz qilinmaydi. Shundaymi? Ikkinchisi buyruq bilni keyingi ism qo'shish to'g'ri kelib qolsa, buyruq bilning oxirgi sakinga nima harakat beramiz? Zir. Shuni diqqat qilsak bo'ladi. Masalan, ya Hamid duzhab, ya ikhwanu zhabu, ya Amina tuzhabi, shundaymi? Qo'shib o'qisak bo'ldi. Ayyuhat tullab udkhulul fasla vajlisu waktubud darsa. Talab. Masalan, shunga o'xshash. Qog'ozlarini shu bo'yicha talaffuz qilsanglar bo'ladi. Masalan, 10-sida bir oyat beribdi, 11-sida 11-sida ya ayyuhan nasu'budu, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzi min qablikum. Ya ayyuhan nasu'budu talaffuz qilmaymiz, u'budu dekamizini. Ya ayyuhallazina amanurka'u wasjudu wa'budu. Hammasida o'xshashlar, hamzani talaffuz qilmaymiz. Wa'budu rabbakum va fa'alul khayr degan oyatlar. 8-chi mashq tuandagi boshliqlarga munosib buyruq bil qo'ying deyapti. Masalan, ey Maryam, Qur'onni qanday qil? Xalqay masalan, o'qi. Qur'onni angla, shundaymi? Iqra'il Qur'ana ya Maryam. Iqra'i. Chunki iqro'ni turgan vaqtimizda iqra'i ayollarga nima keladi? Iqra'i ya keladi. Ya avlad chikat al-khubza chikat qahva. Andog'anda balalar nonni yeb, qahvani ichinglar. Shundaymi? Ya avlad kulu khubza washrabul qahva. Mushu bo'yicha munosib shaklda buyruq qo'ysanglar bo'ladi, ha? Shuning bilan bugungi darsimizdagi muhim mazmunlar oxirlashdi.